Juda ham yaxshi kun bo'pti. Booster nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Nima gap? Day, Vex nima qilyapsiz? Bro, mikrofoningiz вообще musor u. Tushunmadimmi? Siz mikrofonimga gapirasizmi? Sizda ham shunga o'xshash muammo bormi? Xavotir olmang. Men YouTube'ni boshlaganimdan 1 yil o'tib ham mikrofonim o'zimga yoqmasdi. Hozir ham ovoz yozish bo'yicha usta emasman-u, lekin menga nima yordam berganini sizlarga ko'rsata olaman. Opisiyadan shu saytga kiramiz. Shuni skachat qilsangiz bo'ladi. Keyin buni programmasini ochamiz va Marketplace, Audio Effects va shu yerdagi shu 3 ta filtrni skachat qilib olasizlar. Keyin buni o'zingizning mikrofoningizga qo'shasizlar. Bularni har bittasini har xil nastroyka qilish kerak. Misol uchun bunisi sizlarning ovozinglarni to'xtatib turadi. Misol uchun baland baqirib yuborsanglar, bu yoqdan o'tib ketmaydi. Bunisi bo'lsa orqadagi shumlarni yo'qotib beradi. Bunisi bilan sizlar ovozinglarni o'zgartirsanglar bo'ladi. O'zingizlarga qaranglar. Faqat bu noise removalni bu yog'iga kirib buni to'g'rilashinglar kerak. Xohlasanglar bir xil mandek qilib ko'ringlar, lekin hamma mikrofonga har xil ekan. Bu yoqdan o'zingizlarning ovozinglarni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Ovozinglarni eshitib turib to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Qiynalib o'tirmasligingiz uchun mana sizlarga o'zimnikni ko'rsataman. Buni 18 ga qo'yamiz va bu yoqda nastroykadan bularni xuddi shunaqa qilasizlar. Bu filtrni bo'lsa, agar erinmasanglar shunaqa chiqinglar. Lekin agar mikrofoningizlar videoni boshlidagi ovoz chiqarsa, sizlarga bu filtrlar yordam bera olmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda bizga mikrofon kerak va qanaqa mikrofon kerakligini sizlarga hozir ko'rsataman. Tak, mana mikrofon. Qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Chunki kamerani ushlab turadigan narsam ham yo'q. Korobkasi, orqasida nimadirlar, hozir ko'ramiz. Hech narsa yozilmagan ekan. Bu Fifine brendidan K688 mikrofoni. Saytida yozilishicha, mikrofon ovozni issiq, yoqimli qilib yozar ekan. Bu esa podkast uchun ideal. Shu narsani o'qiydigan odam bormi? Buni ochamiz. Mikrofonning o'zi chiroyli ekan lekin. Va momentlari temirmi yoki temir emasdir, lekin qattiq ekan, qanaqadir og'ir sifatliga o'xshab tuyulyapti. Men hech narsa ko'rinmayotgandan xabarim yo'q. Buni qaranglar, bu odamda bosib turib nutq qo'ysanglar bo'ladi, ovoz eshitilmaydi. Va tagidan sim tiqasizlar, naushnik ulasizlar va naushnikning ovozini va mikrofonning o'zining ovozini boshqarsanglar bo'ladi. Bu bo'lsa, sizlarning mikseringlar bo'lsa, agar bundan ulasanglar kompyuterga yaxshiroq eshitiladi, lekin bu bizga kerak emas. Menda mikser ham yo'q. Umuman olganda, men bu USB dan ulaganni o'zi ham yetadi. Ustida mana bu filtri bor ekan, men buni boshqacharoq tasavvur qilardim, lekin g'alati yumshoq ekan. Yumshoq tasavvur qilardim, gubkaga o'xshagan deb o'yladim, lekin tuklari ham bor ekan. Va bu yoqda USB-si. Mana bu narsalar hozircha bilmayman bu nimaga. Bu adapter ekan. Menimcha bu mikserni ulash uchun bizga kerak emas. Do'stlar, bu mikrofonni men sizlarga ko'rsatganimning sababi buni Fifine brendidan tekinga oldim. Yo'q, tekinga emas, shu reklama evaziga. Shuning uchun shunaqa obzor qilishimga to'g'ri keldi. Shunchaki obzor qilsam ham bo'lardi, lekin sizlarga nimadir o'rgatib ketishni ham xohladim, zerikarli video bo'lib qolmasligi uchun ham. Va shu joyda menga hozir eng ovoz yozishda yordam bergan narsani aytmoqchiman. Bu o'zi juda ham oddiy narsa, balki ko'pchiliginglar bilarsizlar, lekin men shuni bilmaganim uchun juda ham ko'p qiynalganman. Qisqasi, ovoz yozayotganingizda mikrofonning ovozini juda ham past qilish kerak. Menda ko'pincha 100% turardi, uni 20 yoki 30 ga qo'yish kerak va juda ham yaqin kelib gapirish kerak, 10-15 sm. Shunda ovozinglar chiroyli chiqadi. Agar ovozni baland qilib qo'yib uzoqdan gapiraversanglar, ham ovozinglar past keladi va baland bo'lgani uchun hamma mayda-chuyda ovozlarni ham yozib olaveradi. Sizlarga mikrofon yaqin turishi uchun shtativ ham kerak bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsataman. Buni korobkasi og'ir ekan lekin. O'qisanglar, o'qinglar, men o'qimayman. Prosta bu yerda qanaqa qotirish ko'rsatilgan ekan. Men menimcha qanaqa qotirishga qiynalmasam kerak har holda. Ko'ramiz. Korobkada nimadir ham bor ekan. Va uni o'zi shtativ deyiladi, to'g'rimi? Yana bilmadim. Men unaqa narsam bo'lmagan, yaxshigina og'ir bo'lar ekan. Unchalik og'ir emas, lekin yengillanmasdi, salvesi bor. Tak, bu korobkasida, okey. Buni kattaligini. Qaranglar, menda qanaqasi bor edi, hozir ko'rsataman. Mana menda bunaqa arzonchasi bor edi va ko'rishingiz mumkin farqini. Bu og'ir qanaqadir metal, bu plastmas deydi prosta. Bu ikkita joyini farqini qaranglar, qanaqa ko'rinyapti o'zi kameraga bilmayman. To'g'ri, lekin bu qimmat. Men buni olsam bo'ladi-yu desanglar bo'ladi. Bunaqa arzonni, lekin buni olgandan olmaganinglar yaxshi. To'g'risi, men buni ishlatmaganman, olganimdan keyin ozgina ishlatib. Qaranglar, bu shunday ochilib yopiladi. Bu yog'i mana qo'yib yotibdi, yaxshi qotmaydi. Mikrofoninglarni qo'yib qo'yganinglarda bu sekin mana tushib ketaveradi, ozgina narsaga yuradi. Buni bu yoqdan qotirish mumkin, to'g'ri. Qotiradigan narsasi bor. Buni oxirigacha qotirganman, lekin baribir o'zi bo'shab ketaveradi. Menda shunaqa vaziyat bo'lgan, buni video otganimda qo'yib qo'yganman va bu mikrofon sekin tushib ketgan bunaqa bo'lib, o'shandan keyin ovozim yaxshi yozilmay qolgan videoga. O'shaning uchun buni umuman maslahat ham bermayman va nimaga bu qimmat narsani olishim kerak deganingizga javob. Hozir buni shu joyini o'ziga qotirib ko'raman. Har holda shunaqa yechib, chetiga qotirilsa kerak. Bu qotdi, mana bu qattiq turar ekan ancha va bunisi bu yoqqa kiradi, menimcha yoki bu yerda mikrofon turadi. Qaranglar, bu yerda mana ключi bor ekan, ключi bilan bo'shatish kerak ekan. Buni bo'shataman deb umuman chiqarib ola qoldim, lekin baribir chiqmayapti bu narsa. Yo'q, bu chiqishi kerak emas ekan o'zi. Buni shundoq qirg'izar ekanmiz.
Ha, buni kutmagan edim. Ha, bu yoqdan sim o'tkaziladi menimcha, ko'rinib turibdi. Mana. Hop, kamera tepani olmayapti, shuning uchun yechib ko'rsataman. Shtativning ichidan chiqqan mana bu narsani bu yoqqa qotirish kerak. Oh, bu lekin bu yoqqa kirishga ancha kichkina, bo'shatganim bilan ham sig'maydi. Uzr, lekin men bu ikkalasini adashtirib qo'yman. Mikrofon bu yoqqa, tegi bu yoqqa kirishi kerak ekan. Endi mikrofonni bunga ulash kerak. Tak, bunisini yechib o'zini birinchi qotirib olaman. Endi buni mikrofonga qotiraman. Bo'ldi, tayyor. Oson ekan lekin. Endi buni kompyuterimiz stoliga qo'yaman. Bu meni eski mikrofonim. Bu ham o'zi FIFA-niki, lekin shtativim bo'lmagan. Bo'lgan ko'rdinglar ahvolini, shuning uchun shunday turardi. Chang bosib ketibdi. Chang emas, bu dog'. Shtativni qo'yishga pastda joy yo'q, shuning uchun tepasiga amallab qo'yib ko'raman. Bunchalik ham bunaqa turishga mo'ljallanmagan ekan-u, nimadir qilaman. Bu holatda o'tirsam, lekin na bu og'zimga to'g'ri keladi, na ekronni ko'ra olaman. Xo'p, hozircha buni shunaqa qilib qo'yib turdim, chunki buni test qilishimiz kerak. Qani endi hozir eskisi bilan solishtirib ko'ramiz. Bu eski mikrofonni ham hech qanaqa filtrlasiz. Bu esa filtrlar bilan. Hozir sizlarga hech qanaqa farq bo'lmagandek tuyulishi mumkin, lekin buni o'zingizlarning mikrofoninglar bilan sinab ko'ringlar, aniq farq sezasizlar. Fondagi mayda juda ovozlar va labilarni qimirlashlarini ham yozib oladi agar mikrofoningizga yaqin gapirsanglar. Bu o'sha narsani yo'qotib beradi. Endi esa yangi mikrofonimni nastroyka qilib ko'rganimdan keyin sinab ko'ramiz. Bu ovoz K688 mikrofonida hech qanaqa filtrlasiz. Bu esa filtrlar bilan, lekin to'g'risini aytsam hech qanaqa farq sezmadim. Chunki bu mikrofonni o'zi hamma shu bilan yo'qotishga mo'ljallangan ekan, shuning uchun filtrlarsiz ham bir xil ishlayapti. Xullas, mikrofon menga juda ham yoqdi. O'zimnikidan anchagina kuchli ekan va men aytgan narsalar sizlarga ozgina bo'lsa ham yordam beradi deb umid qilaman. Albatta bu mikrofonni sizlarga ham tavsiya beraman. Goodbye.